Usta kecha uy egasidan pul so'radingiz, berdim. Ha, kecha telefon qildim, so'radim. Hozir pulim yo'q dedi. 3-4 kunda keladigan joyi bor, o'shandan sirazi beraman kelsa dedi. Plus oyimni mazalari yo'q, doriga pul kerak. Iloji bo'lsa qarz berib turing. Yo'q, bilasan, pulim bo'lsa qiziqolmaganman sendan. Uyimda o'zi ro'zg'orim yo'q. Hozir o'zim ham puldan qiynalib. O'shanga bilasan-ku, o'zi sendan qiziqolmayman. Tem bo'lib doriga hozir. Turish qilaylik, cho'zilib ketyapti. Hormayli ustaga. Aka so'ragan mulchangizni olib keldim. Qozog'iston mulchasi Alina Pen so'ragan ekansiz. Nasıl topish qiyin bo'ldi? Pastda 20 tasi turibdi, bittasini o'zim bilan olib chiqdim. Qolganini olib chiqib olarsizlar. Uchkonlar amas ham so'radimi, nima bo'ldi? Hozir tushunasiz, ozgina sharoitim og'irroq dedim sizga. O'shanga 1-2 kunga sabr qilib turinglar endi. Yo'q, materialga pul topsiz, shunga aytaman-da. Endi ishimiz to'xtab qolmasin endi. Sizlarga ham yaxshi-ku, ishimiz tez-tez bitsa. Hozir olib kelib bermasam, ishinglar cho'zilgani qoladi. Boshidagi o'risizam. Qaysi? Qaysi dogovor? Podgotовка bitgandan keyin 70% pul yechaman deganman. Keyin imursan sepishni boshlayman dedim. Shu 70% pulni bersangiz, men bu imursan sepishni boshlayman. Bo'lmasa boshqa obyektim bor, o'sha obyektimni qilib tura qolaman, okey. Siz hozir ishni o'rtasida tashlab ketaman deyapsizmi? Shunaqa demoqchiman. Men sizga tushuntiryapman odam tilida. Ozgina sharoitim yo'q deyapman. Oxirigacha qilish kerak erkak kishi degan ishni. Tushunsangiz bo'lmaydimi shu narsani? Tushunib turish kerakmi? Uyda bolalarimni qanaqa tushuntirayman ularga? Og'zingni tikib tur, ovqat yemay tur deymi? Yo, an shogirdimni onasining mazasi yo'q. Yo, rasmini qo'yib, tegidan karta qo'yib internetga tarqatsinmi? Ularga qanaqa tushuntiramiz? Gaz bilan svetga qanaqa tushuntiramiz? Tushuntiring, aqlingiz yetadimi? Bo'ldi ustaga, men 1 soatda sizga pul topib olib kelib beraman. Bo'l, kutamiz bo'lmasa.